Assalomu alaykum azizlar, Texnik xabar yangiliklari yana efirda. Ana endi sun'iy intellekt avtomobil sanoatiga ham o'zining ta'sirini o'tkaza oladi. Mashhur Alibaba va BMW birgalikda Xitoydagi avtomobillar uchun sun'iy intellekt ishlab chiqadi. Alibaba kompaniyasi va Germaniyaning BMW avtomobilsozlik konserni birgalikda Xitoydagi avtomobillar uchun sun'iy intellekt ishlab chiqdi. Bu haqda kompaniyaning qo'shma bayonotida so'z boradi. BMW Xitoy bozoriga moslashtirilgan yangi modellarga Alibaba investorlik qiladigan Banba kompaniyasining sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etadi. Alibaba shuningdek BMW ga ovoz yaxshiroq taniy olish va yo'l harakatini rejalashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan yangi aqlli shaxsiy yordamchilar ishlab chiqishda yordam beradi. Ushbu yordamchi haydovchilarga parkovka qilishda ko'maklashish, yaqin atrofdagi restoranlarni tavsiya qilish va real vaqt rejimida svetoforlar holati haqida ma'lumotlar berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu texnologiya kelajakda BMW modellariga joriy etilishi rejalashtirilgan. Ana shunaqa gaplar. Hozircha salomat bo'ling.